Nega 18 yil to'xtovsiz ro'za tutgan ayol dunyo tarixidagi eng qadimiy universitetni qurgan? Tanishing, Fatima al-Fihriy 9-asr. U oilasi bilan Tunisdan Marokashga ko'chib keladi. Otasi vafotidan keyin qolgan katta boylikni dabdabaga emas, balki universitet qurishga sarflaydi. Shunda savol tug'iladi. Nega? Buni sababi biroz ayanchli. Qurilish boshlanishidan biroz oldin Fatimaning otasi, akasi va eri ketma-ket vafot etadi. Bu voqealardan motamga tushgan Fatima ular uchun cheksiz savob bo'ladigan sadaqai jariya sifatida shu masjid universitetni qurishga qaror qiladi. 859-yil Ramazon oyida birinchi tosh qo'yilganidan boshlab 18 yil davomida Fatima har kuni ro'za tutadi. U nafaqat bor pulini, balki jismoniy irodasini ham shu maqsad sari yo'naltiradi. Mana 1200 yildan beri to'xtovsiz ishlayotgan bu joyda har o'qilgan namoz va har o'rgatilgan ta'lim uni oilasiga savob bo'lib bormoqda. Undan tashqari Fatima u paytdagi ayollar uchun o'ta bilimli bo'lgan va hammada ta'lim olish imkoniyati bo'lish kerak deb hisoblagan. Bologna, Oxford, Garvard, xullas siz bilgan hamma universitetlar aynan shu joy asosida qurilgan. Shunaqa qilib bir ayolni 18 yillik matonati butun dunyo tarixini o'zgartirib yuborgan. Marokashga qilgan to'liq sayohatimni YouTube kanaliga qo'ydim. Linkni profilimdan topsangiz bo'ladi.